Tamam. Yaxshi. Moydin chiqsam g'ayriy turibdi. Voy, Tog'ay. Voy, balam, nim qildingiz o, Rana? Kechiring. Voy, nima ish qilyapsiz? Kechiring, tog'a. Kechiring. Hech gap yo'q. Qo'lingiz ko'ymaganda? Yo'q. Ha, hech gap yo'q balam. O'tir. Ozroq quyida, ammo tutib tugutibdi. Parvar. Sening yuzlaring ishib qolgandek ko'rindi-ku. Tuniyangi achchiq yanmagan chiray. Ha, balam. Tunugunki deganman, bunday chaqchaq qilib deb qo'ygan gap. Ha. Mundaqlı taşlap qo'ygan bir tal taşmıçı, kölning yüzünü çalgıta alaydı. Hammam gap qista demagan bilan. Tunugunki gap xafa bo'lib yurmay, ukam. Mard bo'laman da. Qandaq qilama? Men shu nomardkanman, kechirgin. Degandan nashtada xafalik qilishmaylar bo'ldi. Men shundaqkanman, qandaq qilatdim? Voy hamma. Ha, nima? Voy hamma bo'ldi qila, xapimig'ina. Xap bulayversan, men nonni gelimizdan o'tmaydi ekan. Choyim o'tmaydi ekan. Voy, sizlar qachon bir mening xapog'ini bilan hisoblashib baqqan? Bo'ldi. Ukam tunugun mendan o'tibdi. Haqiqatan mendan o'tibdi. Buningdan keyin unda xafa qilmayman, ma'qulmi? Voy, endi men yaxshi ko'nglim bilan gap qilsam, voy, shundaqmi voqiramsa? Voy, mening ko'nglimga keldi-ku. Shu. Amiz qanday qilsam ko'nglimni ola olaman endi. Voy, bo'ldi. Tamoq yanglar? Amma bu choy yana tuzli qo'yib qopti. Pishmayapsa. Voy. Amma? Amma. Bir gap qilmasang bo'lmamdi Jasur. Shundaymi aka, nima qilading tuzliq deb? Yana xafa qilib qo'yding da balam. Tuzliq qo'yib qolgandan keyin tuzliq dedim shu. Dada, sen aytgan choy ichma. Sen bek tuzliq yesang salomatligingiz ziyonliq. Singlim, dadamga qaynoq suv chiqib bering. Akangna bu. Ras, tog'a. Men qaynoq suv chiqay, birdam saqlab turing, ha. Shundaqmi? Apangiz shundaq demda. Apamchu qiyirg'anda sal ko't-ko't bo'lib qapti. Balkim qiyirg'indan mijoz o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Tog'a, sen ko'nglingga olmay, opamga ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ya. Bildim. Xotirjam bo'ling, ha? Voy, aka. Achchig'ing yanmabdi, ha? Voy, yaqay aka. Naqshanlab o'tdadim. Meni kechirib ayt, ukam. Aka, kechirgidek nimasi var? Men chin ko'nglimda xafaman. Xafa bo'lmagan bo'lsam bo'ldi. Xotirjam bo'ldim. Ha, Parvar. Kichik vaqtingda naqsh etish qajab amraqding, ha? Esimda bormi o'sha ishlar? Esimda bo'lmamdigan. Lekin u chaqlar kelmasga ketdi degina aka. Men mush oilamiz bo'yicha ashundaq faoliyatdan birini o'rinlashtiraymi deyapman. Faoliyat? Bu faoliyatni boshdan oxir o'zing boshqargin. Voy, nima? Nim deysa? Dadam kelish shartini 6-sini bekitibdimi? Of, dadam yana bekor cho'p qopti-da. Ma'qul. Voy, hadi. Altın üstürdüm eke. Ko'rsatma bermamdiki? Dadam o'zi keshdaydi-ku. Undaqda keshda uyda ko'rishaylik. Ma'qul acha, ma'qul. Ma'qul. Xo'sh.
Yana qandoq qiziq ishlar bo'ladi? Yen nima beyman orzudu ha? Jip zerikdim. Nima? Nima ishlayman? Tağamның do'konida-chu sizning shundoq arzuyingiz bor-ku. Bu Nima tuyuqsiz bundoq deb qoldingiz-ku? Shu qarsam yaqindan beri tağamның salomatligi sal yaxshi emas. O'tgan bir qitim yiqilib ketdi-ku. Taxi kaltakuz saqayib bo'lmabdi. Yana qarsam sal yerib qopti tağam. Siz yordamlashing ha? Shundoqmi? Dada? Qarang. Mush fursatdan foydalanib, tağamga yordamlashgach, texnikangizni taxim yaxshilab, keyinchida tağamning kasbiga varislik qilamsiz taxi. Varis qilak nimasi bor? Bir so'qmoq do'koni o'sha. Qaysar aka, sizning burundan tortib tağamning kasbiga varislik qilish orzuyingiz bor-ku. Bo'lishib beqing ha? Juray dada. Bir o'ltir. Bunu kiyib olay. Butun ustiga ol. Ha. Yetib olay. Yot. Hazır gibi. Kulağım üstüne. Nasıl be? Ben çekilip çıkayım. Ciddileşme Tolga. Hazır mı Tolga? Alışat. Tekşürüşler tüyüdü mü yeni bağımlı? Yani birleştirdik tekşürüşler. Sebep oylab keldi. Avval umumiylik bir tekşürüş qilib, andan bir narsa ishimiz. Lekin bu yerda nasıl ishlayganim pek yaxshi oldu. Amsa men menga yuray. Evet. Kechda o'tib ko'rishaylik. Bo'ldi. Juray men sizdan chiqib qo'yay. Apam onu yana ayıplayotganmidi? Kim deyapsiz? Ah, Jasur. Men shu opam sizni yana ayıplayotganini deb ansirab kelgandim. Qandoq deysiz? Uyga qarsam opam yo'q, men tek sizning qishingiz ketgan o'xshaydi deb ansirab. Yo'q, undaq ish yo'q. Siz hech mendan xafami? Xaf bo'lsam qanday qilardim? Men xaf bo'lsam mayli. Biroq men boshqalarning sizning xaf bo'lishini xohlamayman-da. Dadamning qiyshiq vaqtida men bilan ko'rishmay qaytibsiz.
Shuncha bo'lsam kam bo'lsin. Kechiring. Manla izlayman sizni. Manla telefon qilaman. Siz-chu parvom qilmaysiz. Bir kun kechgacha boshqa ishlarga boshqa turib, xiyolingizga kirib chiqmayman siz. Bu ma'lum. Yaqinda yasal aldirash o'qib korim bo'lamidi. Bu ma'lum. Pek istas, o'sha o'lim sizga. Tövbe qilay. Sara. Qishda kulib tursin, shunda chiroyli qo'rqitdi ekansiz. Jasur doktor. Mana hozir. Berna, siz dadamnigina bag'ash turamsiz. Birdan saqlab turay bilib qaytmamdi. Men sal kech qoldigan o'xshayman. Yapamiz ishxonam kirib turamiz ya. Bo'lsa. Amis men uyga berib tamoq etib sizni saqlab turay. Ma'qul. Chiroyli kechirmay. Xo'sh, Berna. ishdan chiqdingiz? Siz-chu ishingiz tugab qoldimi? Ha. Bilmaganimdoq. Bo'ldi, sizni avar qilmay. Dadam bugun kelish turini e'lon qildi-ki, shunga meni saqlab o'tirdi. Baldiroq baray. Yana nima kelishing-ki u? Bilmadim. Dadam yana nimalarni o'ylab chiqdi-kin. Jur'at silab berasan bo'ldi. Bo'ldi, dadam sizni ko'rib, endi tarbiya qilg'iz kelib ketmisin. Dadangizning tarbiyasini anglamag'ili xil bo'lib qoldi. Seg'inibmi qoldim. Bo'ldi, tarbiyani buguncha men olay. Bo'pti. Ma'qul. Yo'l diqqat qilinamiz, ha? Kechiring, men uyga chiqayotgandim. Qaysar bo'lasiz? Mana keldim. Rana yo'qmi? Rana boy ketgandi. Aka, Ranadan boshqa hammamiz taqib o'tdik. Amisi boshlayli. Hozir Parvar hammanglar menga vakolatan sizlar bilan bo'lgan kelishimnomamning 6-turini e'lon qildi. Parvar. Ma'qul. Amis diqqatinglar menda bo'lsin. Menchu akamga vakolatan Xislat, Jasur, Qaysar. Sizlar bilan akam o'tirishki 6-qitimliq kelishim nomining turlarini sizlarga jakalayman. Voy amma, naq gapni degina. Rost. Ammo yana biz sizlarga pul beradigan shart emas-ku, ha? Yo'q, bular pul beradigan shart. Parvar. Bu qitimqi 6-turdagi kelishim nomining mazmuni bo'lsa, sizlar har bu kelishim nomining Bir qitim bosib bo'lmam deyman. Resivga boqaqma. shu. Nima? Yaxshimisiz? Sizlar bormi? Kimga? Ochamning direktorga. Nima? Direktor. Acha. Nima direktor? Nima? Qaysi direktor?
Kim o direktör degan? Shu bizning direktor boshliq. Ko'pchilik qandoq qilamiz? Uyga taklif qilamdiq-ya, bomba salab turibmiz, to'g'rimmi? Taklif qilamdiq yoki qaytarib yetib turamdiq. Buning xislat o'zi bir nima deysan? Sen saqlab tur, ha? Saqlamdiq ya. Saqlaymiz. Saqlaydi ekanmiz. Saqladik. Direktor, buncha kechga gapsiz bir ishingiz bormi? Boshqa ish yo'q. Sizni ko'ngil kelgan. Juma, Voy, nega? bu yerga kelgan ekan, dadingiz bilan ko'rishib qo'yaman. Uy kiramsiz? Ha? Voy, chiqchoq qilmagan direktor nima qilsiz? Bo'lmamda. Biz sal aldirash uyda oila yig'ini jo'tatdik. Oila yig'ini? Bundaqda texim kirib. Voy, to'g'ri chiqchoq qilmagan. Nima bo'ldi? Qaysi salayt bilan kirib qatnasiz? Kuyovlik salohiyati bilan kirsam bo'lar? Bo'ldi ham chaqchiqingiz beklam eshib ketdi. Bo'ldi. O'zimizning gapga kelaylik. Siz Shanxay barlashini deb menga demaysiz. Men shuncha ishinsizmi? Unda emas. Ya Shanxay barlashini tanlang ya meni tanlang. Mashqqa astoydil muomala qil. Mush kechida mushni deyil kelganmidingiz? Erta deysang bo'ladi-ku. Men kecha hech qanday uxlaymaydi deysak, bugun deyishitili bu gapni. Undaqda qahvaxonaga kirib qahva ichga saqlab turing. Men oila yig'inidan chiqib saqlashingizga baray. Navoda oldirsangiz ketaversangiz bo'ladi. Bo'ldi. Men qahvaxonada siz kelgich saqlab turay. Shet ko'rishaylik. Bo'ldi, kirib ketaverim. Nima qilib tur? Qo'pol muomala qilamidimi? Qahvaxonada ishda. Kechiring, saqlatib qo'ydim. Kechiringlar. Saqlatib qo'ydim, voy. Direktoring ketdimi? Ha, ketdi. Mush kechida kelib to'xtamay qo'ng'iroq basqidek jiddiy ishi bormi-ki? Qani, Parvar. Yig'inimizni ams davomlashtirdik, ha? Shu yig'inning kun tartibi bo'yicha akamning 6-qatimliq kelishim nomasining mazmunini men e'lon qilaman. Bu kelishimnomining mazmuni bo'lsa, bu qatim biz hammamiz oila bo'yicha naqsh etish musobaqasi o'tkazamiz. Nima? Naqsh musobaqasi? Naqsh musobaqasi? Uni o'tkazib nech qilamiz? Naqsh musobaqasi o'tkazib shu naqsh musobaqasi o'tkazamiz. Birga o'ynaymiz, birga kulamiz. Voy-ya, bu nima ishkindaptiman? Naqsh etishmidi? Voy, unda nima qiziq bo'lsin? Ish qilib, uchanlar sahnaga chiqib biz uchun naqsh etib berasizlar. Nima? Voyjon, amni qilmagan shu ish qoldimi dada? Jepkansa. Voy, taxi, sahnaga chiqib naqsh et deb qo'ygan. Biz ya naqshchi olmasak, nadik sahnaga chiqib naqsh etamiz dada. Naqshchi olmasak, naqsh etmamdoq. Sahna degan jiq. Sahna tepishni sizlarga topshirma. Ha? Bir oila kishilari bir yoq jam bo'lib, naqsh etib, usul o'ynab, ko'nglashsak, nari yomon. Men taxi Parvar bilan ikkimiz naqsh etimizmi deb o'ylayapman. Nimanda yaxshi? Shunaqlayli dada. Yaxshi.
Tağa, opam nakşi etamdamsa? Aytidi. Mo'minmi aytidi? Voyey. Voyey. Voyey deb ketdingizmi bolam? Nimaga voyey? Qonunda yosh bolalar o'ynasin, cho'nglar o'ynamasin deb yezibdimi? Bizmi yosh bo'lib baqqan? Men yosh vaqtimda xalqlarning ko'zidan o't chiqarib o'tatdim. Dada, esqimidingmi? U vaqtlaring kemas ketdi. Shundaymi? Ishqilib, men orzuyimni o'tirg'a qo'ydim. O'rinlash-o'rinlamaslik sizlarning ixtiyoringlar. Agar pul ketsa, mana men bor. Yig'in mishagichi bo'lsin. Parvar. Ha, amizchu, yig'in bugun mishat oxirlashdi. Jon, voy dada. Dada. Dadam nimanda yaxshi? Albatta. Taqamlashmagan. Dadam nim bo'lganda? Nimanda tuyuqsiz ne deyman arzulan deb. Dadam saqtu ha? Shundaymi? Tağamning bu nim qilgandi? Balkim naqshet qiz kelib qolgandi. Naqshis kelib qolgandi. Ey, mushimi arzu bo'ldimi? Nimandaq? Nimda jiq kelib qilsa, ma'qulsan tugimidimi? Uy. Jasur, sen de o'zgarish bekchongo. Ejbosa Raslam, sakni chiqib naqshi etamsa? Boshqa amaling bormi? Biz uchimiz cho'qim dadam deganni qilishimiz kerak. Shu chaqdam arizam to'laydigan haq yo'q bo'ladi, tushundingmi? Aka, demak qo oson. Lekin naqshi etish emas, biroq etim bir qimishib boqmagan bo'lsam men. Qanday qilamiz, bir amal qilamiz. Dadam o'z amal tepinglar dedi-ku, shundami? Amsa shundaq bo'lsin edi. Ajab buldum vay, ajab buldum ey. Wow. Yenge, akam to'g'ri xato yo'ldimi ya? Shundaymi? Bu Jasur bugun g'alati bo'lib qopdi-ku. Shunday yaxshi. Yaxshi deb qo'ying. Yaxshi kafqa. Yaxshi bak. Dada, ahvoling yaxshimi? Yaxshi, mana qarmamsa, yaxshi tug'andim. Hayotda tigalikka doktorxona bir qatim borgan. Men ham o'rlashtirib qo'ydim. Agar bormasam, men va'dam turmayman. Hammalarga davitaman. Seni qaytadan davo qilamiz. Nimanda qildigansa bolam. Bas, kela. Qon bosimini bir o'lchab boqay. Ha, ma'qul. Normal ki. Hayat tutken bergeyn Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Açığın yanmakta ha. Yaqay asa. Hazır çıkıp oturmuzma. Makın bilen. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voy can bu ne dada? Oy aralashmayın ne qo'yishlar. Oturun ha.
Bo'lmasa, nashtangizni qipla. Of, dada, ustum oshmidi. Nimada ishimni siqsa? Voy dada! Yomanda adabsizlik qilasiz. Adabsizlik qildimmi? Voy acha! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Dada bak charchab. Pardon. Qamoq yedingmi? Ishdan tushdingmi? Qildingmi degandan boshqa nima ish qilib bera oldim? Men bu to'yni qildim. Bu ig'ir yukni qandoq sana yuklayalayman bolam? Doim akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam-ku. Burada. Ayya. Oğlum yig'lamdi. Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, kulkamlar uyimiz bizga yuramsa? Dadamning oldida bir xalt pul tashlab bersanglarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Tağa gözünüz açma. Abba! Gözüm koymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. Yükselen yaşaşma. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşma. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbarmı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel bu yüzüde dal bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dal bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut. Her türlü memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxtdur, baxit kanaat. Esindin ketmisin şu oddiy savat.
yaşla kıyın hiç kimge itibar kılmagan hayat Qanaat baxtdur baxit qanaat Esingdan ketmasin shu oddiy sabah Esingdan ketmasin shu oddiy sabah